54-savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchi savol. Zikr ahlidan so'rangning 7-sonidagi 90-savol. Javob: sizga xat yozishimga sabab bo'ldi. 34-betda qiblaga qarab o'qilmasa namoz qabul bo'lmaydi deyilibdi. Qo'qon shahar Yangi bozorida masjid bor. Peshin namoziga ketma-ket 4-5 ta jamoat yig'iladi. Qibla masjidning burchak tomonida. Kishilar joynamozlarini qibla tomonga to'g'rilab olishsa, ko'pchilik joynamozlarni devorga to'g'rilab o'qishyapti. Bu masalaning javobi qanday? Jami masjidi qiblasi to'g'ri. Artizan bo'yi masjidi qiblasi to'g'ri emas. Qibladan chap tomonda. Ikkinchi savol. 1 yil avval chiqariladigan taqvimda og'iz ochish va shom namozi vaqti amaldagi kun vaqtidan 10 minutdan 20 minutgacha oldin yozilyapti. Shom masjidda o'qilayotganda quyosh botmagan bo'ladi. Ba'zi odamlar Qo'qonda 7 minut olib tashlab o'qishyapti. Taqvimda 7 minut oldin deyilgan. Hadisda bomdodni avvalroq, shomni kechiktirib o'qish aytilibdi. Sababi quyosh shaytonning ikki shoxi orasida chiqadi va botadi. Bu vaqtlarda majusiylar ibodat qilayotgan bo'ladi deyilibdi. Gunohi kabiralar kitobining 86-betida iftorlikni oldinroq qilganlar haqida hadis bor ekan. Bu masalaning javobi qandoq bo'ladi? Gunohi kimga bo'ladi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Zikr ahlidan so'rang oynomasida 7-kitob 90-savol. Bu masala bo'yicha batafsil javob berilgan. Yana savol berishga hojat yo'q edi. Biz javoblarda ma'lum bir shaxs yoki tarafni ko'zda tutmaymiz. Shariatdagi umumiy hukmlarni aytamiz. Har kim o'ziga yarasha xulosa chiqarib olishi lozim. Umumiy shar'iy hukm esa shunday: musulmonlarning qiblasi Ka'ba-i Muazzama. Qiblani aniqlash imkoni bo'la turib, Ka'ba-i Muazzamadan boshqa tarafga qarab o'qilgan namoz qabul bo'lmaydi. Chunki qiblani aniqlash va qiblaga qarab namoz o'qish farz. Qolaversa, ilm, fan, texnika o'ta rivojlangan bugungi kunda qiblani to'g'ri topish hech qanday muammo tug'dirmaydi. Ikkinchi javob. Taqvimlar kishilarga osonlik va qulaylik yaratish uchun chiqariladi. Ammo ularda xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, amal qilmaslik kerak bo'ladi. Savolda aytilganidek, quyosh botmay turgan bo'lsa ham taqvimda ko'rsatilgan vaqt bo'ldi deb birovning namoz o'qishga haqqi yo'q. Shuning uchun avvalo taqvim tuzuvchilar mas'uliyatni sezgan holda bu xildagi xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishlari kerak. Taqvimdan foydalanuvchilar ham ehtiyot bo'lishlari va unda xato bo'lishi mumkinligini unutmasliklari, ehtiyot choralarini ko'rishlari lozim. Vallohu a'lam.